Va alaykumssalom va rahmatullohi va barakatuh. Namoz avvobinin fazilatini barasida vazohat etsangiz deb savol eden ekansiz. Namoz avvobin deb sham namozidan so'ng o'qilgan 6 rakat nafil namozi aytıyor. Bunun barasida hadislarda ko'plarcha fazilatlar zikr bo'lgan. Bir hadis sharifda geliyor. O hadis sharif Hazrat Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytibdir: bir odam sham namozi o'qib bo'lgandan so'ng hech kim bilan gurrun etmanka 6 rakat nafil namoz o'qiysa, shu o'qigan 6 rakat nafil namozining savobi 12 yillik ibodat bilan savobi barobar debdir. Yana bir hadis sharifda geliyor. Hadis sharif Hazrat Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytibdir: bir odam sham namozidan so'ng hech kim bilan gap qo'shmanka 6 rakat nafil namoz o'qiysa, şunun 50 yıllık günahı mağfiret oluyor, geçiriliyor diyeyim gelen ekan. Şu hadisler Tirmizi şerifte hem geliptir. Şunun şekilde Marakil falada hem şu hadis nakıl bolun. Vallahu alem ve ilmuhu.